Ha, boshliqlik qalay ekan? Yoqdimi? Bugun kuningiz qalay o'tdi? Zo'r. Ha, yaxshi. Mana kraska qilishchi. Ha? Yoqdimi? Uyalmaysizmi yolg'on gapirgani? Vijdonsiz? Vijdon qolsang gapiraman-ku. Xo'p. Qachon meni shirin so'z bilan kutib olding? Yaxshi keldingizmi? Charchamayapsizmi? Dedingmi? 3 yil bo'ldi sen bilan oila qurganimga. Faqat tilla, uy, mashina ishlarni eshitaman. Nima ish qilishimni bilasanmi o'zi? Ha? Oddiy ish qilaman. Quruvchiman. Mardikorman. Sani ering mardikor. O'g'ri emas. Halol yo'l bilan boqaman oilamni. Harom bilan emas. Men uyalmayman qolgan ishimdan. Sen yo'lasan. O'zingni eringdan yo'lasan. Sizga qimmat telefonlar kerak. Buning uchun men 1 yil ishlayman. 1 yil mehnat qilaman. Shu. Siz bilan ko'chaga chiqqanda uyalaman. Kiyimingizni qani dedingiz? Qani kiyim sizda-yu? Brend kiyimdan kiyinasiz. Qimmat joylarda. Bunda erga ham e'tibor beradi. Yaxshimisiz deydi. Shirin so'z gapiradi. Va shukr qiladi. Sen bo'lsa shukr qilmayapsan. Agar bolamiz bo'lmaganda ko'rsan ishiga. Bolam yetim bo'lmasligi uchun tishimni tishimga qo'yib sabr qilaman. Shukr qilishib o'rgangan yo'ldan ko'ra